kun bulutli bo'lgani uchun plyaj o'rniga aylanishga qaror qildik. Oldin Vega City'ga borib chiroyli to'lqinni va yangi qurilayotgan kompleksni tomosha qildik. Keyin yaqinimizda Chua Bao nomli budistlar ibodatxonasi borligini bilib qoldik va o'sha yerga yo'l oldik. Yo'l shunaqa tepaga to'g'ri qaragan ekan, peshqam chiqish qiyin bo'ladi. Kirib yurishda oyoqlarni berkitish uchun uzun fartuq berishadi. Kirishimiz bilan rohiblar yashayotgan uylarni ko'rdik. Bu yerda ular ibodat qilishadi, hudud ozodaligini nazorat qilishadi va kichkina rohiblarni tarbiyalashadi. Uylar yonida Buddaning bir nechta haykali bor. Keyin zinadan ko'tarilib asosiy hududga keldik. Bu yerda katta Budda va qo'lida lotus tutgan bodhisattva haykallari joylashgan. Turistlar va kiruvchilar shu yerda yig'ilib meditatsiya qilishadi yoki rohiblar bilan suhbatlashishadi. Shulardan tashqari Buddaning turgan yoki jonivor ustida o'tirgan holatdagi haykallari, keluvchilarni qabul qiladigan xonalar va katta qo'ng'iroq ham bor. Bu yerdan butun Yachanga ajoyib ko'rinish ochiladi. Dengiz, uylar, orollar hammasi kaftingizda turgandek. Hududda yana kichkina kafe ham bor. Shunday ko'rinishdan lazzatlanib kofe ichish mumkin. Aynan shu yerda hammamiz hissiydigan sokin, beg'ubor hislarni topish mumkin. Xuddi tanangiz bilan emas, ruhingiz bilan ham yuqoriroqqa ko'tarilgandek bo'lasiz. Yerdagi tashvishlar esa yerda qolgandek tuyuladi.